Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar va obunachilar. Biz hozir Emir savdo belgisi ostida sotadigan akamizni oldiga keldik. Shu akamizni videolarini qilyapmiz. Xudo xolasa bu akamizning joyi, bu videomiz hozir Qo'qondan bo'lyapti. Qo'qon bozorida ham joyi bor ekan akamizda. Yangi qurilayotgan masjidning oldida bemalol kelib ko'rishlaring mumkin, savdo qilishlaring mumkin. O'zimizning Bobashek bozorida ham joyi ham bor, keyin do'koni ham bor. U ishlarni ham, do'konlarni ham obzor qilib o'tib ketganmiz. İşlarni ko'ryapsizlar, juda ham sifatli. Nima deydi, yaxshi tikilgan. Narxlari qanchadan endi? Narxlari hammasi arzon. Bir safar narxlarni aytmasdan video qilaylik. Bitta tovar ko'rib olsin. Kimga yoqsa Telegramda yozsin, narxlarni tashlayman. Narxlarni 15 mingdan boshlab 30 minggacha. 15 mingdan boshlab 30 ming so'mgacha ekan. Kimga qaysi bir ish ma'qul kelsa deyapti, o'zimizda nomerga aloqaga Telegramga chiqsin deyapti. Va pulja narxlarni kelishtirib beramiz deyapti. Buni nima deydi, o'tgan bozordagi narxlari o'sha YouTube kanalimizda bor. Do'kondan ham, shu bozor ishidagi joyidan ham video qilganmiz. Bilmayman, akamiz narxlarni bir safarga aytmaylik deyapti. Bir klientlaringiz qiziqib telefon qilsinchi menga ham deyapti. Onlayn savdo juda ham kam bo'lyapti deyishyapti. Telefon nomeri qo'yilmagan ekan. Emir savdo belgisi ostida ishlab chiqaradi akamiz ishlardi. YouTube'dagi obunachilaringiz bir qiziqib bizga ham telefon qilsinchi deyishyapti, narxlarni ham bir qiziqib ko'rsinchi. Har safarga aytib o'tib ketyapmiz, lekin telefon bo'lmayapti deyapti. Nomeringizni aytib o'rasiz. Telefonni olib bo'lsin aka. 90lik 151 42 56 nomerga aloqaga chiqinglar. Bizda kuryerlik xizmati mavjud. Nomerlarimiz 33lik 309 41 87, 93lik 309 41 87. 33lik nomerda Telegramimiz bor. Telegram kanalimizda silkasi qo'yilgan Telegram profilimizda. Akamizga aloqaga chiqinglar. Tezlarning Telegram kanali bor ekan. Telegram kanalida o'sha ishlar narxlari, razmerlaricha qo'yib borilgan ekan.